balki nima deydi, sarkardalik ilmi bo'lgan bo'lishi mumkin u narsa. Strategiya ilmlari. Ha, balki o'sha odam yozish chizishni bilmay turib, endi nima deydi, gapim noto'g'ri joyga talqin bo'lib ketmasin. Balki yozish chizishni bilmay turib, inson boshqaruvi, hozir HR management, nima deydi, inson resurslarini boshqarish degan nimalar bor. O'sha ilmlarni asl o'zaklarini olib to'g'ri joyda ishlatib bilganlari uchun ular tarixda qoldilar. U kishi qaysidir joylarda qilgan to'g'ri postupkalar bilan balki biz ham hozir mana shu davrada o'tirib turgandir biz. Lekin o'shalarning hamma narsasi ilm ustiga qurilgan, ustoz shogird an'analari bo'lgan. Hozir ham bor, endi juda bir og'ir ahvolga kelib qoldi. Bu ham ilm. Ustoz shogirdni nima deydi, an'analarini o'zi yuritish. Ilmga hurmat birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Bu meni точка зрения ham, sizlarniki ham menga согласен. Ilm olmasa, bugun o'qimasa, baribir erta o'qiganlarga xizmat qiladi deb o'ylaymiz. Bugun ustiga ishlamasa, ertaga o'sha katta gigantlar ustiga yo xizmat qiladi, yo o'shanga ishga o'tib oladi. Shunaqa, baribir ustiga ishlamasa, ilm ustiga qurmasa agar, kundan kun qiyin bo'lib ketaveradi.